Selam do'stlar, Craft kanalidasizlar va biz o'zimiz uchun do'stlar o'zimizning derevnyamizni topdik. Bilaman sizlar anchadan beri men video olmadim va bugun olaman. Va qani nastroykani to'g'rilab olamiz. Sizlarga obzor qilsam, bu mening uyim. O'zimizning derevnyada qurmoqchi. Qurdim. Balga sovuqlar, pech, versak, yana pechda. Bu yerda branyalarim va bloklarim bor. Bu yerga hali hech narsa solganim yo'q va shunday chiqishim bilan uyimdan va mana shunaqa agarodim bor o'zimni. Va bu yoqqa kelsak, pastda meni banyam bor. Isinadigan xona. Basseyn qilmoqchiman. Keyingi videoda basseyn bilan chiqadi va bu yerda agarotlar, boshqa uylar, boshqa jitellarni va bu mening запасной anaqa bu yoqqa tushsangiz bo'ladi va mana shunaqa narsalar bor, bloklar. Bu yerda ovqatlar, bu yerda shu elektrga bog'liq narsalarda kravat va mana shunaqa bilsalaring kerak. Bu mening podzemniy uyim bo'ladi. Bu yerda shunday narsalarim bor, versak, pech bor. Shunday narsalar. Va yana sizlar haligida ko'rib qoldinglar, nima desalaring kerak. Va men o'zimga bu yerdan magazin qilmoqchiman. Ko'rarsalaring bo'ladi, supermarket qilmoqchiman. Bu yerga bunday oq blok qo'yaman. Bu yerda narsa probivat qilish uchun bo'ladi, ba'zi narsa tanlash uchun eshikni yopib qo'yaman va biz qilishni boshladik. Olmasam do'stlar, chorinda bizga bunday narsalarni qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Va bu tomonga qo'yib chiqdik va bu tomonga. Va kassirni yonida ham bo'ladi. Bu yerda ham narsa turishi kerak. Bu tomonga narsa qo'yib bo'lmaydi. Har bitta shunday tomonga qo'yib chiqamiz. Bu tomon bo'ladi, kiyim olish tomoni. Narigi tomon shu mech, shundaqa qilish, boshqa narsalar. Va keyin oynalarni ham qilib chiqaman. Bu tomon elektr narsalar, elektronik narsalar. Kiyimlar. Va bu yerga va biz qilib bo'ldik va hozir stop qilib turaman.
xafa bo'lmaysizlar. Hayır. Va do'stlar, magazin nomasi ham bitta. Hozir to'g'rilab beraman, uzr. Mana biz qaranglar, shu narsalar branya. Shunday branyalar va shunday narsalar va elektronikalar. Elektronik narsalarni qo'yib chiqdim. Va bu yerda kelaveramiz, bu yerga svet ham o'rnatdim. Shunday qilamiz yoki bu yoqdan pробивать qilamiz yoki bu yoqdan pробивать qilamiz. Qaysi tomon udobnее bo'lsa o'shani qilamiz. Hozir yana bir narsa o'rnatmoqchiman. Va bunday stupenkalarni unutmasak olmaydi. Shunday qilib kirsak ham bo'ladi. Agar bu videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'ying. Agar podpiska bo'lmagan bo'lsangiz va kolokonchi qo'ng'iroqchani ham qilib qo'ysangiz, har bitta videom uchun mana bo'ladi. Motivatsiya bergan bo'lasiz va kommentlaringni ham kutaman. Qanday chiqdi, yaxshimi yo'qmi, kommentda yozib qo'yinglar. Va xayr do'stlar.